Rina Roy 1976-yilda ekranga chiqqan Kobra filmidan so'ng odamlar Kobra keldi deb baqirgancha undan qochib yurishganini gapirib berdi. Kobra filmida Rina Roydan tashqari Sunil Dutt, Feroz Xon, Jitendra, Sanjay Dutt, Rekha, Mumtoz, Vinod Mehra, Kabir Bedi, Yogita Bali ham suratga tushgan. Qachon va qayerga bormay, suratga tushmay odamlar yonimga chopib kelishardi. Lekin Kobra filmidan so'ng odamlar Kobra keldi deb baqirgancha mendan qochadigan bo'lishdi. Ular meni ko'rishni istashardi, ammo shu bilan birga qo'rqishardi deb gapirib berdi Rina Roy Super yulduz qo'shiqchi reality shousining 2-mavsumida. Rinaning aytishicha, Kobra uning sevimli filmlaridan biri va u paytda bu mavzu unchalik o'rganilmagan. Odamlar uning haqiqiy ilonligiga ishonishgan. Panjobning ba'zi kinoteatrlarida haqiqiy ilonlar bor edi. Ilonlar u yerga kirib olar, odamlar esa kinoteatrdan qochib chiqishardi deb eslaydi Rina Roy. Men bu filmni haligacha yaxshi ko'raman. Bu mavzu muhokama qilingan filmlar unchalik ko'p bo'lmagani bois tomoshabinlar mening Nagin ekanligimga ishonishdi. Odamlar mendan chindan ham qo'rqishardi. Nihoyat boshqa filmlarda suratga tushib, G2G, Jitendra bilan raqs tushganimdan so'ng odamlar tinchlanib, bu shunchaki film ekanligini anglab yetishdi.